Hammaga assalomu alaykum. Yana sizlar o'sha Ismoil Sakov kanalidasizlar. Anchadan beri video qilmadik. Bugun sizlarga O'shdagi mashinalarning seriyasini aytib o'tib ketamiz. Bir seriya. Tak, bo'lmasam Lexusdan boshlaymiz ekan. Lexus 2013, tak 17-yilgi 2.5 gibrid ekan. Senasi yozilmabdi. Undan keyin K5 21-yilgi benzin 2 litr benzinda. Buni ham senasi yozilmabdi. Telefon qilib so'rashingiz mumkin. Tak, BMW turibdi. BMWning senasi yo'q ekan. Kia Seltos 1.6 benzin. Bu ham dogovornoye deb qo'yibdi. Senasi yo'q. Tak, bu yerda Audi elektrический ekan bu. 2020 Koreyadan kelgan ekan. Свежий перегон deydi. Buni ham senasi yo'q. Tak, interesniy mashinalardan qaysi birini ko'rsataman? Mana Spark ham ko'pchilikka interesniy. Sparkman K3 bitta joyda turib qolibdi. 2020 ekan bu. Без вложения deyapti. Договорная deyapti. Где-то 600-650 ming desa kerak. K3 turibdi. Bu ham 1.6 benzin Koreyadan kelgan. Bitta savolda nimaga senalarni yozmaysizlar? Shuning uchun mashina hech pul turadi. Где-то bir 13 ming, 12.5 ming tursa kerak. Mana Serochi. Bu Sero ham yozilmagan, hali ko'rib ketdim chunki 2021-yilgi 1.5 turbinada koreyskiy свежий kelgan ekan. Tak, hozir sizlarga yana interesniy mashinalardan ko'rsataman. Bu yerda bizda interesniy mashina qaysilar bor? Ko'rmayapman. Biz bugungi kunda aytadigan bo'lsak, bugun shanba kuni. O'zi haqiqiy bozor ertaga bo'ladi, yakshanba kuni bo'ladi. Qirg'izistonda O'shdamiz. Grandeur Qirg'izistonda yana bitta populyarniy mashinalardan bittasi gibrid ekan, 2019-yilgi 2.4 gibrid. Senasi qo'yilmabdi buni. Tak, wow, mana bu mashinadan kelib qolibdi. Taniganlar bormi? Bitta sразу kommentariyaga yozinglarchi, bekitib qo'yamiz bunday qilib. Oldi tarafidan ko'rsataman. ...2025 ekan. Prius. Bu ham gibrid. Tak, probegi. Почти yangi mashina ekan akalar. Turishini qaranglar. Faralarini qaranglar. Shunaqa chiroyli, shunaqa yoqadi mengacha. Yonboshdan. Tesla'ning какой-то bitta modeliga ham o'xshab ketadi. Kim biladi? Tak, Tesla desak, mana Tesla ham bor ekan bu yerda. Только buni senasi yozilmabdi. O, Toyota Camry, 70 kuzov. Toyota Camry 2022 2.5 gibridda ekan. Probegi 41 ming kilometr yurgan ekan. Nomerlarini qoldirib qo'yibdi. Kimga bahosi interesli bo'lsa, telefon qilib bilsanglar bo'ladi. Kia nima debdi? Morning. Morningda yangisi kelibdi mana. Adashmasam 23-24 bo'lsa kerak bu ham. Mashina juda ko'p. Navestichi to'lgan. Bundan bu yoqqacha to'lgan. Bu yerda ham mestalar уже sekin to'lib kelyapti. Voy bir ko'p. Hozir danli moment meni bilishim bo'yicha mashina unchalik ketmayapti. Tak, Kia Carnival 2021-yilgi 2.2 turbo dizel. Senasi yozilmabdi. Akalar, nimaga senasini yozmaysizlar? Aytib ketinglarchi, shu interesniy mengacha. Senasini yozib qo'yishlar bo'ladi-yu. Yoki bu ham bitta manaqa ishi bormi senasini yozmagan. Lexusni terib qo'yibdi. 4 ta Lexus ekan. Mana
to'ralasa ham Lexus. Так, давайте buni oldi tarafdan ko'rsatamiz. Elektrichniy ekan bu ham. Alloh alam bitta odamniki hammasi. Chiroyli ekan. Ko'p turmaymiz. Sparklarda ham terib qo'yibdi mana Sparkchalar. 2021 Spark. Kia Morning. Aka mashina nech pul deyapsiz? 760 ming. 760 ming. Dollarga qancha bo'ladi? 8600. 8600 dollar. Kia Morning. Biz Qirg'izistonda Kia Morning bilan Spark pastda bitta nimada yuradi. Ikkalasi ham pastda bir xil. Bu ham bir ob'yom, bu ham bir ob'yom. İçi sal kengroq bu desalar, mana Spark sal kengroq bo'lsa kerak ichi. Tak. K3. K3 2021 benzin свежий kelgan ekan Koreyadan. Akalar bizni Qirg'izistonga endi chet elda ko'rayotganlar bilmadim. Mashinalarning ko'pchiligi Koreyadan keladi. Koreyadan kelishadi. Keyin shu bozorga olib chiqib sotiladi. Основной katta bozorimiz shu Bishkekda bor, nimada bor? O'shda bor. Ikkala shaharda bor. Tamam, shunaqa qilib videomizni tugatamiz. 6 minutlik video olibmiz. Bu yerda interesli mashinalarni ko'rsatayin desam, boshqa yo'q ekan endi. Ko'rsatadigan ko'rsatib bitdim. Tak, endi kelinglar, Chang'anni ham bir ko'rsatib qo'yaylik. Corolla ham qiziq. Biz Qirg'izistonliklar shunaqa Corollani yaxshi ko'ramiz akalar. Toyota Camry va Corolla juda yaxshi ko'ramiz. 2021 1.8 ob'yomda Toyota Corolla gibrid ekan bu ham. Telefon nomerlarini qoldirib qo'yibdi. Nomer nimasi, senasi yo'q. Примерно 11500-12 ming olsanglar bo'ladi. Даже undan ham bahosini tushirib olsanglar bo'ladi. Bu ham Xitoydagi. Tak, bu yerda mana Chang'anlar bor. 2026 ekan, yangi ekan akalar. Nomerlarini qoldirib qo'yibdi. Nomerlarni olib, so'rab savdolashsanglar bo'ladi. Tak, bu yoqda yana qanaqa mashinalar bor? Interesli mashinalardan. Chang'an. Nima elektrichniy ham zo'r mashina. Menga yoqdi oxirgi paytlarda. Chang'an Q05 deb 2026-yilga. Nomerlari turibdi. Navoda interes qilganlar bo'lsa, telefon cholib gaplashsalar bo'ladi. Camry ko'rsatayin desam, akalar Camry ham yo'q ekan. Tak, yana solishtirsanglar, mana Tesla. 130 ming kilometr yurgan ekan, senasini kelishilgan deb, kelishamiz debdi. Tak, bu Navesti ichi. Navesti ichi ham to'g'ri turibdi. Direkt nesesini anglisiga olib qatqa. Ukam, assalomu alaykum. Qandaysiz? Men sog'liq yaxshi. Rahmat. O'zim. Sizlar bo'ltami? Shu tam bu mashina sendanmi? O'tganda Bishkekda ko'rdim sen. O'zi bo'lganmi sizgacha? Rastam o'sha quvvat mana. Buni qancha deb o'tasiz, ukam? 18,5 ekan, 18,5. Mana kishi ko'proq tushib beradi. 18,5 ming, ha? 18,5. Qo'lga berib turganincha. 800. 17,800. 17,800, ha? 18,000 qancha ekan? Tak. Mana shu mashinani dele ko'rsam bo'ladi. Ikkita bir xil maksimalniy komplektatsiya deyapti. Bu ukam bilan biz tanishmiz, oldin tanishganmiz. Hozir yana bozorda ko'rib qoldim. Nomer kimniki, o'zingniki? Yo'q, meniki. Nomerni sразу aytib qo'ysang. 777 55 77. Aha. Kimga interesli bo'lsa, chaqirasizlar shu nomerga. Xitoyda mashinasi ekan, lekin yaxshi mashinalar.
Tak, akalar shu bilan video tugatamiz bizcha. Bugunga o'sha kechib qoldi. Keyingi safar mabodo yana mashina bozor keladigan bo'lsak, yana videoga olib chiqaramiz. Tak, salon ochiq ekan, salonni ko'rsatib qo'yaman. Tak, obshivkalar koja. Chotki ekan. Yumshoqlik qanday, yaxshilami? Karesiler bardon yumshoq aka. Bishkekdan haydab kelding-da, nimachi? Bir zapas kodi qancha? Polniy to'ldirsangiz 1240 yuradi. 1240 ha? Da, 1240. Elektro chist elektro bilan yursangiz 210 yuradi. Ha, bu gibridmi? Da, unja 3 в 1 plugin bo'ladi. Ha, bo'ldi. Masal. Tak, akalar kimga kerak bo'lsa, mana shu bola nomerini yozib qo'yaman. Cholarasizlar inshaalloh. Tak, orqa salonini bitta ko'rsatib qo'ying. Voy, orqa saloni. Akalar, samolyotning orqasiga o'xshaydi-yu. Uzoq joylar bor, mochni. Moshni ekan, ha? Mashalloh. Bagaj taraflari mana. Tak, bu yerda ruchkasi bor ekan-da, mana sidenani yana ham orqaga yotqizsa bo'lar ekan. Mon tartib turib, ha? Jo bo'ldi, videoda jonli aytib qo'ydim men-chi. Qanday bo'lyapti? Aha. Davay. Ha, fotoqanglar ezib. Ana yotqizdi, voy, mashalloh. Mashina mushniki akalar. Kimga qiziq bo'lsa, shu bolaning nomerini tashab qo'yapman. Cholib gaplashib olsanglar bo'ladi. O'zimizda shu o'shda ish qilib yurgan uka bo'lgan. Baholarini chiroyli qilib beradi.